turgan Damas mashinamiz yili 99, motorlari cho'tka joyda, kolovkada ozroq ishlari bor, ozroq urilgan joylari bor. Miqillarida orqada skameyka o'rindig'i yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 22 million deyaptilar. 20 million qilib beraman deyaptilar. Uni yana kelishtirib beraman deyaptilar. Bemalol bizning nomimizdan chiqsangiz, propan gazingiz, propan gazlari bor. Korobkada umuman ishi yo'q. Kuzovlarda ozroq ishlari bor ekan. O'sha bergan nomerlaringiz bo'yicha aloqaga chiqsangiz, kelishtirib beradilar bemalol. Sveji deydi-ku. 2023. Xo'p, hech qayerda ishi yo'q, hammasi cho'tka. Probega keladigan bo'lsak 15 ming probeg. 15 ming probeg, ichlari ham cho'tka joyida, hammasi cho'tka turibdi. Metan qo'yilgan. Narxi 95 dediz aka? 92. Yana kelishtirib beradilar. Bemalol qayerga chiqsangiz, bemalol kelishib akangiz bilan agar kimgadir yoqqan bo'ladigan bo'lsa, bank bilan qilib beradilar ekanlar. Bemalol aloqaga chiqadi. Xo'p. 3-Damazimiz yili 2018-yil, uzr, adashib ketdik. Tak, hech qayerda ishi yo'q. Ozroq bir 10% joyida kraska yegan. Uncha ko'p emas. Ichlar sostenlar ham cho'tka. Narxiga keladigan bo'lsak, 65 million so'm kelishtirib beradilar bemalol. Xo'p, propanlar bor bemalol. Sostenlar cho'tka, banollar qoraytirilgan. Aka Damas yili 2003 yili, tak 30 million so'm deyaptilar. 50% kraska yegan. Tak gaz balon 3 yil oldin qo'ydim deyaptilar. Uncha yangi tak motorlar cho'tka joyida, sedan orqa sedanlar hammasi bor. Mana bu olib tashlaganlar uyda turibdilar bemalol 30 deyaptilar, kelishtirib beradilar bemalolgina bizning nomimizdan chiqsangiz. Qolganlari cho'tka xohlagan dokumentga qilib beradilar bemalol.